narxini tushirib berilsa, tushirib beriladi, ko'tarib olinmaydi. Ko'tarib olinmaydi. Bunaqa vodiy bo'ylab Toshkentgacha degan gap yo'q. Uyi bo'lsa bo'ldi, yetkazib beraman. Bu har doim buqa, xunojin chiqaveryapti. Bir qo'ylardan ham ko'rak, ayniqsa chizishga yaqindan so'ragan akalarimizga. Xo'p, xudo xolasa qo'ylarni ham udorlardan keldi. Inshaalloh bular haqida to'liq ma'lumotni Abdulbar akamiz o'zlaridan beramiz. Assalomu alaykum kanalimizga obunachilari va biz muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, chorva ishqibozlari, mana shunday Hisori, Qo'chqor, elitni Qo'chqor ishqibozlari. Akalar, bugun biz sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariq qishlog'idan o'sha arzonchi, optimchi videolarda umuman ko'rinmayotgan Abdulbar akamizni qo'y ferma akamiz inshaalloh bu yerda sotiladigan mana shunday Hisorni elitni variantlarida ozgina sozginadan kelgan bular haqida to'liq ma'lumotni Abdulbar akamiz o'zlaridan berishga harakat qilaman. Albatta videoga bittadan like bosib, kanalda mehmonlar bo'lsa inshaalloh obuna bo'lib qo'ysalarim, bundan ham sifatli, bundan ham arzon qo'chqorlar chiqarishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum obunachilar. Zo'msiz, charchamang. Rahmat, Xudoga shukr, keldingizmi? Nima arzon ko'rinmaydi? Obunachilar, shu arzonchi qaytdi, hech yo'qib ketdi deb o'ylamanglar, qaytdi arzonchi. Qo'yni boshlab oldingiz, xudo xolasa qo'ydi yirigidan keldi. Birinchisiga yirigidan keldi. Buni ham rasa o'sha qurbonliqqacha boqib, xudo xolasa obunachilar qo'yda qoladigan variantli ekan. Tish bo'shishga yaqinlardan ekan. Xudo xolasa tish bo'shishga yaqin, haligi sut qo'zi emas. Mayda shuna qo'zi emas. Chiqqan qo'zi-da. Katta qo'zi, yirik qo'zi. Buni olib kelganimiz sababi buni obunachilar olib, xudo xolasa buni olib, ichachcha yemni berib qurbonliqqacha olib tursa, qurbonliq bo'ladigan qo'zi-da. Qurbonliqqa yeraveradigan qo'zi. Qurbonliqqa yeraveradigan qo'zi. Aslida buni de ko'rib turib, qo'zi degani uyoladigan. Qo'zi degani uyoladi odam. Endi telefonda qanaqa ko'rinadi bilmayman, lekin men hozir buni oldida qo'zi degani jolar. To'g'ri, ammo telefonda katta narsa kichkina ko'rinadi, kichkina narsa katta ko'rinadi. Telefonda qanaqa ko'rinyapti bilmayman, lekin haqiqiy gazi uzun. Siz obunachilar tarafda, siz obunachilar taraf. Biz o'zimiz bilamiz, siz obunachilar taraf. Yo'q, lekin o'zingiz bilib gapiraverasiz. Qo'yni qanaqaligini. Lekin bu haligi mayda-chuyda qo'zi emas-da, dangalchagidan dangal qo'ylar, ha. Bizda anaqa mayda-chuyda narsalar bo'lmaydi. Yarimta, parimta, 4,5 million, 4 million 550 ming degan narsa bo'lmaydi. Butun odamga butunlay yarashadi, deydi. Butunlay yarashadi. Shunaqa. Xo'p, aka, buni yosh oyliqlari qanaqa dedik? Yosh oyliqlari, xo'p, qo'zi emas, o'sha 11-12 oylik qo'y. Ha, 11-12 oylik qo'y. Orasida bitta ikkitasi tish buzqani ham bor. Xudo xolasa endi buzishga yaqinlari ham buzgan ham bor. Oldi lekin tish buzgan. Xudo xolasa tishini buzgan variantlar. Xo'p, aka, buni dangal gapiring, nagil. Hop, video cho'zilib ketmasdi. Videoni cho'zmaylikda, buni narxiga qiziqaylik. Xudo xolasa narxi arzon. Arzon. Menga qarang aka. Bir 3 to'ra yo'qib ketdingiz, nagil. Ha, endi o'shanga yarasha chiroyli qilib. Xudo xolasa narxi qo'y arziydi narxiga. Qo'y arziydi. Buruddin buni 10 dona o'zi ozgina. Unaqa mayda-chuyda gap kerak emas. 4,5 million, 4 million 300, 4 million 200 degan gap kerak emas. Lekin mengalar garbonoslar ham. Bitta gap gapiraman. 4 million 200 emas. Mayli obunachilarga 4 million 100 ming so'mdan tanlab olishaveradi. 4 million 100 ming so'mdan tanlab olishaveradi. Tanlab olishaveradi. 4 million 100 ming so'mdan tanlab olishaveradi. Yo'q, menga qarang. Endi Optima qanaqa narx bo'ladi? Menga qarang, Optimaga 10 ta qo'yingni oldimmen deysa, mayda-chuyda gap bo'lmaydi bizda. Xudo xolasa 10 tasini bir joyga oldim deb telefon qiladigan odam bo'lsa, tanlab olishga 4 million 100 ming so'mdan dedingiz. Optimacha meni ham o'ylantirib qo'yapsiz. 4 million so'mdan olishaversin, keyin 4 million so'mdan oldim degan odamga unaqa vodiy bo'ylab Toshkentgacha degan gap yo'q. Uyi bo'lsa bo'ldi, yetkazib beraman. O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi. 4 million so'mdan oldim 10 tasini degan odamga 10 tasini. Uyi bo'lsa bo'ldi, yetkazib beraman. Barakasini bersin. Lekin aka, bunday gapda endi 4 million 100 ming so'mdan tanlab olishiga ne qarang. Telefon qilsa o'tib berasiz, tanlab olishiga ham yengil. 10 ta qo'yingni oldim deysiz, o'zim bilib xayrini qilib beraman. Optimaga o'tib berasiz. 4 million so'mdan o'tib berasiz. U dastlabki pastapkasini o'ylashmasin. 10 ta qo'yingni 4 million so'mdan oldim, kecha xayrini o'tib ber, jo'natib beraver deysiz, aka uyingiz qaydadir so'ramayman.
Telegramga kirib, lakasa tashavering deyman, bo'ldi o'zi. Telefonlashim shart emas, qo'y o'zi yetib boradi. Yetib boradi, xudo xolasa. Lekin akalar bu qo'ylar tavsiya qilaveramiz. Nimaiki hammasini gazi uzun, qurbonliqcha bo'lsalar tayyor bo'ladigan variantlar. Qo'ylar ham meni ol degan qo'ylar-da. Meni ol degan qo'ylar, ha. O'zim boqib qo'yardim endi. Bizni ham tirishchilik toshdan qattiq deganday. Hop, inshaalloh akalar tez shoshilib aloqaga chiqarsa nimaiki bu qo'ylarni ko'rib olmayman degan odam ham og'iz kuydigan qo'ylar ekan. Inshaalloh yo'masam ikkinchi partiyalamizga o'taveramiz. Ikkinchi partiyani ko'rinsa puli yengillar. Ikkinchi partiyani ham ko'rsa puli arzonlar, ha. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rib kommentariyaga o'z fikr-taklifingizda yozib qoldirasiz. Hurmatli obunachalarimizga inshaalloh ikkinchi partiyalamizga birodarlar o'zim yemni berib sekin tarbiyalayman degan akalarimizga akalardan ozgina yoshroq variantlarda. Buni soni ham ozgina 5 dona ekan, bor ekan. 5 dona bir kishi telefon qilib olib qo'yadigan qo'y. Bir kishi olib sekin qo'rasa bir qo'ra urushib netmaydi qo'yiladi. Bak 5 tasini olib bitta qo'raga qamab boqqa ozgina yemini berib. Lekin 5 tasini olib ozgina kichkina dalam bor. Ishiga haydab berib boqaman. Deydigan akalarimizga ham tavsiya qilaveramiz lekin. Xo'p. Aka buni yosh o'yinlar qanaqa? Yosh o'yinlari shu bundan oldingi partiyadan ozgina kichkinaroq. Shu 9 oylik qo'zi, 9-10 oylik qo'zi. 9-10 oylik atrofidagi qo'zlar. Xo'p. Aka buni oldingi partiyasini ham bo'yin o'lcham, so'yni metr ham yo'q-a? Xo'p, hozir bo'yini o'lchashga to'g'risi hayolimizga kelmayapti. Vaqt ham biz video ham cho'zilib ketyapti. Agar bo'yiga qiziqadigan akalarimiz bo'lsa, telefon qilib bo'yini o'lchamadlaring, bo'yini o'lchab bering menga deysa, uni behijolat bo'yini o'lchab, video qilib, masalan, 10 ta qo'y chiqargandan oldin o'shani 5 tasini oldim, o'zingiz ko'ngildan chiqarib tanlab video qilib bering 5 tani deysa, 5 ta tanlab video qilib o'zlariga tashab, bo'ylariga qiziqadigan akalar bo'lsa, bo'yini ham o'lchab berilaveradi. O'lchab berasiz. Xo'p, akalar o'sha pastdan nomerga aloqa chiqsa, inshaalloh 24 soat aloqada Telegram, WhatsApp bor. Hop, bo'yiga qiziqadigan akalarimiz bo'lsa, o'sha nomerga aloqa chiqsa, Telegramdan iloji boricha yeb ichayotganini ham video qilib tashab berasiz. Musofirdagi akalar o'ylanmanlar. Hop, WhatsApp, Telegram bor. Piramay telefon qilsalaring ham videoda o'sha telefonda ko'rishib gaplashib, qo'ylarni ko'rsatib, mononi tanladim men sangiz, o'shani o'z oldingizga chiqarib, dastlabki yaxshi chiqarib beraveramiz. Dastlabki yaxshi chiqarib beraveradi. Endi aka 5 dona narxini qanaqa deymiz? Bular narxini unutdim. Hop. Akalarini 4 milliondan qo'ygan bo'lsak, bular narx yengil bo'ladi dedik, o'shanga yarasha narxini yengil qilib beramiz da xolosa. Bularni 5 tasini bir joyga oldim ukada telefon qilsa 3 million 700 ming so'mdan baraga qo'yaveramiz. 5 tasini. 5 tasini 3 million 700 ming so'mdan baraga qilamiz. Menga qarang aka. Akalarda 300 ming rasm saqlayapti, xolos. Endi buni ikkinchi partiya o'tib bermasangiz bo'lmaydi aka. Nuriddin bittaga. Nari partiyani pash tortishganim yo'q. Hop, biz dangal gapiramiz, maydajda gap kerak emas. 36 ham emas. 35,5 ursan bo'lasizmi? 3 million. Voy aka, dangal gap dedingiz. Yarimta shart emas. 3 million 500 ming so'mdan 5 tasini oldim degan. Butun bolamiz mayli 3 million 500 ming so'mdan 5 tasini oldim deysin. Shu telefon qilib 5 ta qo'yingni oldim 3,5 milliondan deysa bo'ldi. Bunaqa uyingiz qayda, boshqa so'ralmaydi. Telegramdan lakasa tashlang deyiladi, sotildi qo'y. Barakasini bersin. Lekin akalar 3 million 500 ming so'mdan 5 tasini oling. Men qarang aka, endi 3 million 500 ming so'mdan 5 tasini olishdi. Nuriddin qo'y arzon bo'ldi. Arzon bo'ldi, lekin hovlini tanlab olmay, ko'h yoqdi. Bir dona olaman degan akalarimizga qanaqa bo'ladi? Bitta tanlab olsa. Endi kattasini olaman deganiga pilisi bor. Ikkita kattasini sotganimdan keyin 3 ta kichkinasi qolgan bo'lsa, yoki 3 tasi qoldi desam, kichkinasi qolgan bo'ladi baribir. Uni minusi bor. Ikkita kattasini olaman deganiga ozgina. Tanlab olishga dangal gapiring. 3 million 700 ming so'mdan tanlab olishaveradi. 3 million 700 ming so'mdan. Tanlab olishaveradi. Xohlang buni tanlang, xohlang ko'kni, xohlang uni tanlang. Xohlaganingizni tanlab oling 3 million 700 ming so'mdan. Aka, tanlab olsam ozgina xayrni qilib berasiz, lekin tortishganim nimaki? Boya tortishdim, o'zi normal o'zingizga qo'ydim. Nagil. Hali qilib berasiz, o'tib berasiz. Tanlab olsa, telefon mana YouTube'da gapirilaveradi. YouTube'da gapirilaveradi. Syomka jarayonida unaqa edi, bunaqa edi deb. O'zlari menga telefon qilib savdolashadi baribir. O'tib bermaymiz emas, o'tib beramiz. Telefon qilib savdo qilinadi. O'tib beriladi. O'tib berasiz. Bittagini kesib qo'yilmaydi. Mana shunchadan beraman.
YouTube'dagi narx undan o'tib bermayman emas. Keyin ko'pchilik aytadi, haligi YouTube'dagi narxdan bular boshqa qo'ydi, narxini ko'tarib oldi, boshqa unaqa emas. Narxini tushirib bersa, tushirib beriladi, ko'tarib olinmaydi. Ko'tarib olinmaydi. Xotirjam aloqa chiqish. Xotirjam. Keyin bu qo'ydi, masalan, ozgina chiqardi, birinchi partiyada ham, ikkinchi partiyada ham. Endi yetib kelmay qoldi qo'yimiz. Bular tugab qolsa, telefon qilsa tugab qoldi. Keyingi partiya keladi deyman-ku. Keyingi partiya keladi. Mo'jt bilan qimmatroq kelar. Mo'jt arzonroq kelar. O'shanga qarab, masalan, qo'y yo'q bo'lib qolmaydi. Yo'q bo'lib qolmaydi. Bunaqa kam ekan, tugagan deb telefon qilmay qo'yinglar. Telefon qilaveringlar, qo'y xudo xolasa doim bo'ladi. Doim bo'ladi. Lekin agar telefon aloqa chiqarsa, manzilli sotib qo'yamiz. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariqsh turibdi. Inshaalloh tezda aloqa chiqib ishni bitiramiz. Savdolar sunnat inshaalloh bu aytilgan narxlardan yana ozginadan xayrini qilib beradi.